Xo'p, matematikani mukammal o'rganishlik uchun uni boshlang'ich tushunchalarini zo'r o'rganishligimiz kerak. Boshlang'ich tushunchalardan biri katta sonlarni o'qish. Xo'p, qanaqa xonali, nechta xonali son bo'lishidan qat'iy nazar katta xonali sonlarni o'qish mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Orqadan boshlab, sonning orqasidan boshlab har 3 tasini alohida belgilaymiz. Har 3 tasini. Endi bu har 3 tasi sinflar deyiladi. Mana katta sonlarda har 3 tasi sinflar deyiladi. Oddiy o'qiymiz. 181. Bu birlar sinfi. Eng oxirdagisi birlar sinfi va u sinf nomi bu yerda o'qilmaydi. Undan kattasi deyarli hamma biladigan minglar sinfi. 53.181. Undan keyin millionlar sinfi, ya'ni 48.053.181. Milliondan kattasi milliard. 187 milliard 48.053.181. Undan kattasi trillion. Xo'p, umumiy qilib o'qiydigan bo'lsak, 5 trillion 187 milliard 48.053.181. E'tibor qiling, qancha son bo'lishidan qat'iy nazar, orqadan boshlab 3 tadan sinfga ajratilgandan keyin birinchi sinf o'qiladi 5 va sinf nomi 5 trillion. Keyin 187 milliard 48 million 53.181. Ya'ni 3 ta yuzlikkacha bo'lgan sinf ichidagi sonlar o'qiladi va o'sha yerda sinf nomi aytiladi. Endi bu yerda bitta istisno bor. Qachon agar sonda nollar ko'p bo'ladigan bo'lsa, Xo'p. Mana misol uchun bunga o'xshagan sonlarda hozirgidek oxirgi 3 tasini alohida ajratib oldik. Mana endi nollari ko'p bo'lgan katta xonali sonlarni o'qish, birlar xonasida demak 31 turibdi, 31 o'zini o'qiymiz. Diqqat qilamiz, minglar xonasida son yo'q. Bu yerni nomini tashlab ketamiz. Millionlarda 510 son bor, million deb o'qiveramiz. Milliardda demak son yo'q, o'shaning uchun buni o'qimasdan o'tkazib ketamiz. Endi umumiy o'qish 5 trillion 510 million 31. Ya'ni milliard va mingda son nollardan iborat bo'lgani uchun bu sonlarni biz o'qimadik. Istalgan sonni shu tempda, shu jarayon bilan o'qisa bo'ladi. Endi bu yerda bitta savol tug'iladi. Sinf bilan xona birligi degan tushuncha bor. Buni nima farqi bor? Xona birligi va sinf nima farqlari bor? Xo'p, masalan 5437 sonida mana bu oxirgi 3 tasi bu birlar sinfi. Birlar. Bu 5 minglar sinfi. Ya'ni 5437. Endi xona birligi nima? Xona birligi har biri alohida. Birlar. Undan keyin o'nlar, keyin yuzlar va minglar. Xuddi shu usulda davom etaveradi. 10 minglar, 100 minglar, 1 millionlar. Ya'ni xona birliklari bizning sanoq sistemamiz 10lik bo'lgani uchun har 10 barobar kattalashganda xona nomi o'zgaradi. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 ming, 100 ming, 1 million ketaveradi. Sinfda esa unaqa emas. Sinfda har 3 tasi bitta sinf bo'lib o'qilaveradi. Bizni kuzatishda davom eting. Matematikani ketma-ket o'rgatishda davom etamiz.